Mana o'tgan kuni avtobusga urib oldim mashina. Mana hozir mana rangi o'tib qolgan buni. Salarkada ham benzinda ham artdim ketmadi. Mana bunday bo'lib qolgan. Ustiga borsam mashina 500 mingga qilib beraman deb aytdi mana hozir masligi. Xudo xolasa ketqizishli yo'lini ko'rsataman. Bo'lash qilib ko'ramiz. 500 ming so'm so'radi mana. Ustida 500 ming so'radi, lekin chuqurni o'yilish bo'lmagan, faqat rangi o'tgan, ozgina xiralashtirib qo'ygan. Hozir bunga men 80 ming so'm bo'ldi. Bunaqa nashatka bilan mana 2 mingtalik shukurka oldim. Uyda bolgarka bor, uni ochib ko'rsataman hozir. Nashatka, bu yerda pastasini ham oldim. Mana qo'ldan kelgancha qilib ko'ramiz-da, mana qilib sizlarga ko'rsataman. Hisobdan olib qo'yib ko'rsataman sizlarga. 2 mingtalik shukurkani kesib oldim. To'rdan birini. Buni suv bilan yana ozgina chiqarib ko'rsatamiz. Xudo xolasa. O'zimiz qilishga harakat qilamiz. Oldin 3 dan boshlasak, menimcha yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. 3 dan boshlaymiz. Şuradan kapatalım. Doxolada justigen ketyapti. Sal rangi o'chib qoldi. Lekin mana ketdi уже. Уже ketyapti, rangi chiqyapti. Hozir moldingidan boshlaymiz-da yana. Doxolada ketadi. Hozir buni polirovочный pastasini olib kelganmiz. Polirovka qilamiz xudo xolasa. Shu bilan mana ketadi xudo xolasa. Bismillah. Sana kirib ketdik. Xudo xolasa uchdim. Shunga 500 ming so'radi-da. Hali, ko'p. Sana ham olashmasin. Uyda bor bolgarka, uni kursani eng pastga qo'yib oldik. Shu bu yog'i shukur kelgandan keyin mana matik bo'lib qoldi. Xudo xolasa shunga pastga surib sekin boshlaymiz. Xudo xolasa boshlab oldik mana bu. Mana bu qilinmagan joyi, bu qilingan joyi shu. Effekt xudo xolasa. Mana bu ozgina kraskasi qo'shdi, buni to'ldirib qo'yamiz. Necha? Shu blesk. Xudo xolasa mana shunday. Bu sharoitda o'zimiz to'g'rilaymiz inshaalloh. Xudo xolasa tayyor bo'ldi mana xudo xolasa. Chiroyli qilib chiqarib qo'ydik. Mana 80 ming so'm bilan ish bitdi.